Hayırlı günler. Günleringlar hayırlı olsun. Bütün dünyadaki barlık vatan söygen qeyrindaşlar. Vatan söygen Uygur qeyrindaşlar. Men Erkin Rozdin sizlarga salom. Uzun bo'ldi biz medyada ko'rish bulamadık. Meni to'nigan, meni bilgan do'stlarim meni biraz yaxshi bildi. İşlar bilan oldirash degandek bu qatim men yana ishning ustida bo'lishim kerakdi. Meni to'nigan do'stlar bildi. O'tgan dushanba kuni bu ikkinchi qatimliq vaksina urush jarayoni urushda men nayt qattiq og'irdim endi. 3-4 kun atrofida qattiq qizib, sovib degandek og'irgandan keyin shu sababdan men orliqda o'zimning bo'sh vaqtimda mangdigan ishga boramadim. Shu sababdan men uyda Xudoyim bo'lsa bir ish haftadan keyin ishga boraman deb o'ylayaptim. Uninggacha do'stlarimiz, qarindoshlarimiz bilan vaqtimizning yetishicha parang suhbatda bo'lamiz endi. Endi do'stlar yaxshi biladi. Meniki bu Stop Uyg'ur Genocide faoliyati meni davomlashyapti. Buni kundagidek men mediaga qo'yamadim. Sizlarning qandoq men yaxshi bilmadim. Ama bu meniki telefon orqali, ya'ni bu telefonninki Facebook orqali shu Stop Uyg'ur Genocide namoyishlarini, naq maydon taqtishlarini zaten üzüp nayt qattiq avar qilyapti. İlgirki do'stlarmi dedi, bir nechta do'stlar ovozning sen so'zlagan chaqda bu ovozni anglayolmadik deb. Men bu balkim telefonning chatig'ido deb telefon sotadigan yerlar bilan ko'rishdik. Ko'rishgan chaqda bu network, ya'ni signalning chatig'i bo'lishi mumkin. Hozir 4G ishlatibsan, balkim 5G'lik telefon bo'lsa bu yaxshi bo'lishi mumkin dedi. Hatto men 5G'likni o'zgartgandan keyin yana shu oldin qatimliq suhbatimma 5G orqali chiqarilgan suhbat deyman, namoyish jarayonida qisqa so'zlagan so'zim. Ammo shundaq nayt ko'p injiqlaydigan, o'tirdi o'zi yetadigan ishlar bo'lgandan keyin buning asosliq sabablarini topdim desam bo'ldi. Demak, bu Facebook burunmu boshqa qarindoshlarga o'xshash menimi nayti qattiq bir ta'qibning ostiga, kontrolning ostiga elish orqali elib kelayotgan endi. Buni ko'pchilik nayti yaxshi bildi. Demak, bu yerda bir narsa to'g'ri chiqyapti qarindoshlar. Boshqa temadagi masalalar bo'lsa nayti ochiq, ammo shu Stop Uyg'ur Genocide'ga doir namoyish faoliyatlar bo'lgan vaqtimizda men boshqa ko'plagan do'stlarnikini bilmayman, ammo meniki shu Stop Uyg'ur Genocide, ya'ni telefonim orqali naq maydon taqatgan vaqtimizda buning zaten mumkinchiligi qat'iy yo'q. Şuna ma dengizga kirgan vaqtimizda men kompyuter ep kiramaymiz u yoqqa, yuk, ba'zi masalalar tufaylidan uni bexatarlikda o'tkazish kerak degandek. Ammo telefonni kirgili bo'ladi. Bu jarayonda ko'pchilikdan kelgan savol javoblarni shu telefon orqali qilib kelgan bu xabarni ko'pchilikka deb qo'yay dedim. Endi bu telefon orqali naq maydon taqtish ishlarimni %100, odatda 90% atrofida bu Facebook to'liq uzvatdi desak bo'ladi qarindoshlar. Demak, bundan chiqardigan xulosa bu Stop Uyg'ur Genocide, ya'ni bu irqiy qirg'inchilik masalasini tunishtiradigan faoliyat, namoyishlar zaten mening bu daxltarizga uchrayotdi desak bo'ldi. Bu demakki bu Xitoyni qattiq beorom qilgan qarindoshlar. Biz buni ajallik Xitoyning ojizligini biz topdik. O'tganki suhbatlarimizda va burunma deb kelayotgan Stop Uyg'ur Genocide, Uyg'urlarning mustaqillik yo'lidagi ochqoch va Xitoyga jang ochalaydigan bir qurol degan qarindoshlar. Endi mustaqillik yo'limizda vatan millatimizni, xalqimizni erkin, ozod va mustaqil qilish yo'lida qarindoshlar, mening talabim shu, meni yaxshi bilasizlar, Stop Uyg'ur Genocide'dan boshlab genocide'dan iborat bu slogandan voz kechmaylar qarindoshlar. Endi bugun men sizlarning ozroq vaqtinglarni oldigan tema qaysi degan vaqtida, ya'ni ko'pchilik do'stlarimizdan savollar keldi. Bu savollarda qo'yilgan savollar, masalan, 3 qarindosh deb nom berilgan, tunugundan boshlab boshlangan, masalan, Turkiya, Ozarbayjon, Pokiston bu 3 davlatning harbiy manevrlariga ko'plagan qarindoshlarimiz biroz qiziqsa kerak. Bu to'g'riliq, buni orqa ko'rinishlarini, buniki bizningki Uyg'urlarning vatan millatning ozodlikqa va yoki bir Xitoyda bo'lgan bir siyosiy o'zgarishlarga va yoki boshqa o'zgarishlarga bir foydasi bormi yo'q degandek savollarni qo'yyotdi. Ikkinchidan, andin qarindoshlardan kelgan talab
Buyinchi bo'lgan vaqtingizda, masalan, bugungi Afg'onistonda bo'layotgan o'zgarishlar, masalan, Molla birodarning o'zinglar yaxshi bilasizlar, Molla birodarning o'limi haqida tugidimi, o'ldimi, o'lmadimi degandek talash tortishlar bo'lmas kerak, ko'pincha arab boshqa medialarda. Muştuğurluq qeyrindaşlarımızdan suallarını sordu. Sorğan bu iki sualga mümkün kadar qısqa vaqtning ichida mazmunli qilib tushuntirishga tirishima qeyrindaşlar. Xabaringlarda bor, men burundan tortib deb qo'yotgan men bir siyosiy jihatlarni o'rganguchi. Ko'pchilik bilan o'rtaqlashyapman. O'zim tushungan tigi yetken meselelerni, yani dünya haberlerden ve ilgili öğrengenlerimizge asasen bazı meselelerge ben xulasamni yeshimini chiqarib kelyapman qarindoshlar. Men suhbat temiga kirishdan avval ko'pchilikka bir muhim tema haqida bu uchurni yetkazmoqchi. Ya'ni men Facebookga qo'shib qo'ydim. Antony Blinken efendim Antony Blinken efendimden mesela Amerika Devlet Meclisi sorgan suallarga yani guvohligidan Antony Blinken efendim mundaq o'tidi qarindoshlar. Men Facebook'imga qo'shib qo'ydim. Siz Ukrayna ve Tayvan'ninki bexatarlik masalasi kelgan chaqda buni qanday qaraysiz degan vaqtda Blinken efendim buni bexatarligini bu yerda biz to'liq qo'g'daymiz degan gaplarni oldi. Bu yerda ikki davlat degan huquqqa kelgan vaqtingizda Ukrayna bir davlat bo'lgan bo'lsa, Xitoyning nazarida Tayvan bir davlat emas. Ammo Blinken efendimning nazarida buni bir davlat deb tushuntiryapti qarindoshlar. Bu demakki bu Xitoyning yana bir o'tirib Xitoyni o'ltiradigan bir siyosiy ilgirlash. Bu paylık siyasi ilgirlash qarindoshlar. Bu bugunning o'zida chiqib qolgan narsa emas. Xabaringlarda bor, ko'rdinglar, ham anglagansizlar. Masalan, Litvaniyada bir kichik davlatninki Tayvanninki egilik huquq masalasini tunishda biroz ilgirlash hosil qilganligi va buningki doirasining kengayib, Yevropa ittifoqining masalan Tayvan degan nom asosida, bu yerda yodinglarda bo'lsin, Jonghua Mingu emas. Tayvan degan nom asosida Yevropa davlatlarida ishxona etishga, xizmat o'rinlari ishxona etishga buningga undayotganligidek bu real vaziyatlarni ko'rib turyapmiz qarindoshlar. Bu yerda Xitoyning eng ajallik zarba yeydigan, ya'ni kommunistik partiyaning zarba yeydigan bir ajizlik nuqtasi mushu Tayvan. Xabaringlarda bor. Xitoy hukumati doimdagidek o'tirib Janubiy dengizda mushu Tayvanni olamiz deganlar bilan nihoyat ig'ir bir tahdidlarni Janubiy dengizda shakllantiryapti. Xulasi gap Antony Blinken efendim bu yerda davlat sifatida bir so'zlar o'tirib qo'yapti. Hem Yevropa ittifoqi, hem Amerikadagi senato a'zolarimi bu Tayvanninki 50 yil jarayonida BDT'dan yiroq turishi bu siyosiy bir xatolik degan nuqtalar ko'tarilyapti qarindoshlar. Demakki bu yerda Xitoyga bo'lgan yana bir besim, yana bir Xitoyning ojizlik nuqtasi tepilgan yerdan foydalanib o'tirib bu besim qattiq shakllanyapti qarindoshlar. Bu biz uchun foydali. Endi temamga kelsam qarindoshlar, bu yerda tönögün do'stlardan kelgan savol bo'yicha masalan Ozarbayjon, Türkiye, Pakistan bu üç devletninki 3 qarindosh degan nom asosida elib berilgan harbiy manevrininki arqa ko'rinishi bizga foydalimi, foydasizmi degan tema haqida so'ralgan savol. Bu savolga kelsak qarindoshlar, harbiy manevr masalasiga kelsak, dunyoning har yerida harbiy manevrlar elib berilyapti. Ammo harbiy manevriningki bir davlat yana bir davlatga beradigan bir signali bo'ladi. Bu signali bo'ladi. Masalan, Yaponiya mu Janubiy dengizda harbiy manevr yapyapti. Bu nimelik degan vaqtimizda Xitoyning shu Tayvanni, ya'ni Janubiy dengizga tushirgan besimi, masalan, aeroplanlarining doimligidek bu Janubiy dengiz rayonlariga kirib turishi. Bunun qarta Tayvanning ilgari Amerika bilan Yevropa davlatlari bilan eppagan, hatto bugun o'tirib epayotgan harbiy manevrlar bor. Bu manevrninki siyosiy arq ko'rinishi siz bayada manba deganlikdan iborat endi. Mamut tayyor deganlikdan iborat. Onundan başka Amerika mı Janubiy dengizda harbiy manevrlarni olib beryapti. Onundan başka yana Rossiya hukumati Tölögün va Bonakundan tatib Qor dengizda u yerda namoyish dedim, bu yerda harbiy manevr olib beryapti. Bu manevrlar dunyoning hamma yerida zaten degidek bir qaynayapti qarindoshlar. Bu nimelik degan vaqtimizda shu Xitoy virusi keltirib chiqargan iqtisodiy va siyosiy vaziyatninki yanami bir qatim yuqurilishi deb turib tushunsak bo'ldi.
Demek ki bu yerda xalqarada o'tirib ilgirki selishtirgan chaqda ko'rilmagan bir siyosiy atmosfera var. Siyasi atmosfera, yani jangning chiqishiningki ma'lum bir atmosferalarni ko'rsatyapti. Biz degandek bu ishlar bo'layotdi qarindoshlar. Endi xo'sh, bu o'zimizning asli temisi Ozarbayjon, Turkiya, Pakistan o'tirishdiki bu harbiy manevr masalasini biz nima uchun o'tirib bu yerda ko'pchilik xalqimiz bilan tushuntirishga tirishdim degan vaqtimizda buning ma'lum bir asosi bor. Qaysi asos degan vaqtimizda xabaringlarda bor, o'tgan yili may oylarida mening bilishimcha Tog'liq Qorabog' jangi bo'ldi. Tog'liq Qorabog' jangi bo'ldi. Shu Tog'liq Qorabog' jangini millatimizning ichidagi siyosiy yo'llar, siyosiy aktivlar toza jonliq tushuntirib ketolmaydi deb o'ylayman. Ko'pincha chiqqan Tog'liq Qorabog' jangining orqa ko'rinishi bu masalalarni biz degidek shu Turkiyaniki tashviqotlaridan ba'zilari nayt ko'ptirib etilgan propaganda tashviqotlaridan biz buni ko'ra oldik. Onundan başqa İngilizce chiqqanlar bor, ammo Uyg'urlarimiz shu Tog'liq Qorabog' jangi masalasi kelgan vaqtning o'zida zaten nima uchun chiqqan jang degan nuqtada bizniki siyosiy aktivlarimiz bu jihatlarda menimcha bir yetarsizlik va bir bo'shliqni qoldirib ketdi deb o'ylayman. Shu sababdan men bu temaga kirdim. Kuchimning yetishicha tushundirman. Deganimdek, o'tgan yili may oylarida Tog'liq Qorabog' jangi bo'ldi. Bu jarayonning o'zida Türkiye armiyasi Ozarbayjonga yordam berdi. Bu yerda Ermeniya bilan jang qilish jarayonlarida Tog'liq Qorabog' rayonining yerimini degidek ishg'oliyatdan ozod qildi desak bo'ladi qarindoshlar. Ham biz buningki ishkirlab kirib o'tirib bu yerda nima uchun o'tirib 20-30 yildan birisi turayotgan Tog'liq Qorabog' masalasi o'tgan yilga kelgan vaqtning o'zida bu jang boshlandi. Yerimindek nima uchun bu vaqtimizda ololadi desak qarindoshlar, bu yerda siyosiy atmosfera, siyosiy vaziyat Tog'liq Qorabog'ning yerimini elishga bir foydali sharoitlarni hozirlab berdi. Ya'ni qaysi foydali sharoit degan vaqtning o'zida qarindoshlar, masalan Donald Trump hokimiyatiningki zaten Suriyadagi boshqa siyosatchilar aralashmaydiganligi, hatto Turkiya prezidenti Erdo'g'anningki tili bo'yicha bo'lgan vaqtning o'zida Trump efendimning Erdo'g'anning nayt yaxshi do'sti ekanligi, Trump efendimning nayt yaxshi do'st ekanligi, masalan Erdo'g'anning so'zi bo'yicha bo'lgan vaqtimizda. Ammo shunda har turli siyosiy munosabat bu Tog'liq Qorabog'da bo'layotgan jangga siyosiy dunyodagi kuchli davlatlarningki kaynini qilib qarab turishi tufaylidan bu yerda bir Tog'liq Qorabog' jangi bo'ldi. Bu jang jarayonida yerimidagidek Tog'liq Qorabog' ozod qilindi. Albatta men uning ozod qilinishini to'g'ri deb o'ylayman. Ham shundoq bo'lishi kerak. Mening tushuncham bo'yicha bo'lgan chaqda Tog'liq Qorabog' o Ozarbayjon xalqining yeri. Ammo bu yerda nima uchun degan vaqtimizda bu jang 20-30 yil shundoq saqlanib turayotgan jang nima uchun o'tgan yil yuz berdi degan vaqtimizda qarindoshlar, boya deganimizda xalqaro vaziyatning ikkinchi bir Tog'liq Qorabog'ning ozod qilinishga foydali bo'lgan yeri qaysi degan vaqtimizda bu yerda Ipak yo'li qarindoshlar. Ipak yo'lining eng muhim tuguni, men suhbatlarimda doim dedi, Ipak yo'lining eng muhim tuguni shu Tog'liq Qorabog' rayonidan o'tadi. Tog'liq Qorabog' rayonidan o'tadi qarindoshlar. Bu yerda shu Turkiyaga, Ozarbayjonga yo'l berish orqali Amerikaning o'ziniki, G'arb dunyosining o'zining kaynab turishi jarayonida shu Turkiya Ozarbayjonning Tog'liq Qorabog' rayonining yerini elishiga bu yerda eng chong has qo'shgan davlat Xitoy qarindoshlar. Chunki Ipak yo'liniki eng muhim bo'lgan tugun qismi u yerdan o'tadi. Chunki Tog'liq Qorabog' rayoni Armanlarning ishg'oliyati ostida. Armanlar bir taraf Türk davlatlariga o'ch, ziddiyat problemlari bor. İran bilan munosabatlar yaqin. Rossiya zaten Armeniyada harbiy bazasi bor. Fransiya, Yevropa davlatlar Armeniyani qo'llaydi. Bu naytı tugun nuqtasi garantiya ostiga elinmagan vaqtda, ya'ni xuloslab aytgan vaqtimizda Armeniya g'arb tarafda, Rossiya tarafda. Ondaqken Ipak yo'liniki shu xaritadan qarsanglar nayt yaxshi tushunishga bo'ldi. Shu Turkiyadan, ya'ni Anadoludan O'rta Osiyoga tutishadigan bir kichik bir yo'l hosil qildi.
qarindoshlar. Yo'l hosil qilish uchun bu yerda bu janglar elib berdi. Buning nomi Tog'liq Qorabog'ni ozod qilish jangi bo'ldi. Şu jarayonning o'zida yerimidek azat bo'ldi desak to'g'ri bo'ldi. Albatta men bu ishlardan xursandman. Ammo siyosiy arx ko'rinishiga kelsak, buning siyosiy arx ko'rinishi tipik Ipak yo'li bilan munosabatlik. Xabaringlarda bor, ya'ni vatanimizdan boshlangan Ipak yo'li ko'rsanglar xaritadan yaxshi chiqadi. Bu yerda Turkmaniston, shu Azarbayjondagi Eron orqali Turkiyaga tutishadigan shu qadimgi bir kichik bir yo'l bor qarindoshlar. Bu yo'l elindi. Ipak yo'li Xitoyning jonijon manfaatiga taqishadigan bu Ipak yo'li garanti ostiga elindi. Muşi jarayonning o'zida, masalan, Turkiya kaynida bo'lgan, Azarbayjon armiyasi jang kirgan muşi jangning o'zida bu yerda Pokiston hukumati bularni qo'lladi. Masalan, Turkiya Azarbayjonni qo'lladi. Hatto biz shu vaqtda chiqayotgan xabarlarning o'zida vaqt kelib qolsa, o'zining kuchli qurollarini o'ltirib, hatto Pokistonning yadro quroli bor. Qurollarni Azarbayjonga berdiganligidan iborat bu bishoratni berdi. Hatto vaqt kelib qolsa, askar avatadiganligidan iborat bu bishoratlarni qayta so'zladi qarindoshlar. Demakki, bu yerda bu üç devletlerin maneverini sözleştiğin avval bu yerda biz Tog'liq Qorabog' masalasini so'zladik. Tog'liq Qorabog' jangi jarayonida Pakistanning, Azarbayjon va Turkiyaning bir safda turganligi. Ularni kuchli qo'llaganligi buniki muhim bir isbot. Endi bugungi masalaga kelsak, bugungi üç davlatning olib berayotgan maneveri mening tushuncham bo'yicha bo'lgan vaqtning o'zida endi Pokistonni qo'llash harbiy maneveri desak xato bo'lmaydi qarindoshlar. Andaqda bugun nima uchun bu manever Pokistonni qo'llash, Pokistonga yordamda bo'lishdan iborat bu manever bo'lib qoldi. Bugün xabaringlarda bor, Pakistanning ishi Taliban masalasi tufaylidan beshi datga kiryapti. Ya'ni qaysi dat degan vaqtimizda Taliban taxtni qo'lga oldi. Xabaringlarda bor, 2-3 hafta avval bu taxtni qo'lga oldi. Hokimiyat qurish nurg'un masalasida ikki qismida nurg'unlagan talash-tortishlar bo'lindi. Mushu talash-tortish jarayonlarimizda Afg'onistonning shimoliy qismidagi asosli tojiklardan tarkib topgan Panjshir rayonida Taliban hokimiyatiga qarshi harbiy harakatlar bo'lindi. Bir necha kunlik jang jarayonining o'zida Taliban u yoqqa kirib, yengilish masalasi kelgan vaqtning o'zida ilgirlash, mayli qaysi tarafdan bo'lsin, Taliban tarafdan bo'lsin va yoki masalan Panjshir rayonidagi Ahmad Shah Maqsudning o'g'li Ahmad Maqsud yetakchiligidagi Shimoliy ittifoq bilan Taliban o'rtasidagi jangda Talibanning ma'lum ma'nodan aytgan vaqtda ziyon tortish tarafiga yuzlangan vaqtning o'zida bu jangning o'ziga Pokiston kirib keldi qarindoshlar. Pokiston bu yerga kirib o'zining masalan dron deymiz, odamsiz aeroplanlar orqali buni suratga elish, bombalash, hatto Pokiston armiyasi o rayonga kirib Panjshir rayonini qattiq bombalash jarayonlarining o'zida 80% rayondagi Panjshirdagi Taliban hokimiyatiga qarshi kuchlar o'zining o rayondagi kontrolligini yo'qotdi. Bundan xalqaro jamiyat cho'chidi. Masalan, zaten Rossiya cho'chiganligini bildirdi. Masalan, bundan zaten o'zi bilan bir tilda bo'lgan, Fars tilida bo'lgan, ya'ni tojiklar bilan Eronliklar bir sistemada qarindoshlar, bir Fars til sistemasida. Bundan o'zidan cho'chiganligi, noroziligini bildirdi. Bu yoqdan azaldan Pokiston bilan chiqishamaydigan Hindiston bu ishga nisbatan o'zining keskin noroziligini bildirdi. Hatta xalqaro jamiyatmi bunga noroziligini bildirgan bo'ldi. Xabaringlarda bor, Pokistonda, masalan, Afg'onistonda shu va Panjshir rayonining 80% elingandan keyin, masalan, Afg'onistonda Pokiston qarshi namoyishlar bo'lgan bo'ldi. Demak, bu yerda bugun chiqayotgan va tunugun necha kunlardan chiqayotgan xabar qarg'a vaqtimizda bundan Pokistonningki Afg'onistonning ichidagi bu ishga o'rishga aralashishiga masalan Rossiya o'zining keskin noroziligini bildirgan ahvollarni ko'ryapmiz. Masalan, Rossiya bu Tojikistonda o'zining harbiy bazasi bor. Hozir xabarlar qarg'a vaqtning o'zida necha 10 ming askar va tanklarni u yerga yig'ib bo'lganligi, hatto vaqt kelib qolsa Rossiyaniki ba'zi nuqtalarni urayotganligi to'g'riliq xabarlarni chiqyapti. Rost bo'lsa.
Bununla nisbeten İran özünün narazılığını bildirip atıdı. Hindistan yanına özünün narazılığını bildirip atıdı. Pakistan sen Afganistan'ın işe arlaştığın bu halkara kanunga xilap degan nokta bilan. Şu sebepten Pakistan'a mesela Amerika hükümeti endi ilgirki bo'layotgan do'stlik munosabatni, ya'ni davlat bilan davlat o'rtasidagi munosabatga yana qayta qarab chiqadiganligidan iborat bu siyosiy atmosfera bu shakllandi. Xabaringlarda bo'lsin, Amerika hükümeti, shu Biden hükümeti taxtga chiqqandan keyin birdan bir telefonlashmagan davlat Pakistan. Chunki Pakistanni Amerika hükümeti bo'lsin, G'arb bo'lsin, masalan ilgirki Al-Qoidaning bazasi Osama bin Ladenni saqlagan yerda buniki siyosiy jihatlarga pozitsiyasi yaxshi emas. Shu sababdan bu yerda Pakistanga masalan bir qarorlar elinishi mumkin, jazolar elinishi mumkin va yo'q deb qolsa Pakistanga nisbatan har bir jazo, har turli harakatlar kelib chiqishi mumkin qarindoshlar. Chunki bu Panjshir rayonida bo'layotgan jang jarayonimizda baydidiq Pakistan u rayonga aralashdi. Pakistan demaklik buning keyinda Xitoy demaklikdir qarindoshlar. Xitoy demaklikdir bu yerda. Aralashdi bu yerda Xitoyniki burundan tatib Xitoy bilan bo'layotgan Pakistan bilan o'tgan munosabat jarayonlarida bu yerda hamda Afg'onistonning ichki qismida bo'layotgan ishlarga bu yerda Pokistonniki Xitoyning qo'li orqali kirib kelishi bu xalqaro jamiyatni nihoyat qattiq cho'chitdi qarindoshlar. Bu xabarda turyapti. Andaq bo'lgandan keyin bu yerda siyosiy nuqtadan aytgan vaqtimizda Pakistan hozirgi kelgusi vaziyatda beshi bir dardning ichiga kiryapti. Dardning ichiga kiryapti qarindoshlar. Andaq bo'lgan ekan, mening tushuncham bo'yicha bo'lgan vaqtimizda endi sen ilgari Pakistan sen Ozarbayjonniki Qorabog'ni elish jarayonlarida bizning oqimizda tutding, kaynimizda tutding, bir sap tutding. Andaqkan sening beshingga dard kelsa, biz sening orqangda degandan boshqa narsa emas deb turib o'ylayman. Shu sababdan bu yerda bu 3 davlat 3 qarindoshlik manevri degan nom bilan bu manevrlarni epadi. Bu biz uchun aytgan vaqtimizda foydaliqmi, ziyonliqmi o'zingiz nihoyat yaxshi bilasiz. Qarindoshlar bu yerda o'zimizning qarindosh deb atalgan Turkiya va Ozarbayjonning o'zi siyosiy nuqtadan bu yerda Pokiston, ya'ni Xitoy bilan bir safda turayotgan Uyg'ur erkiy qirg'inchilik ko'z yumgan, Uyg'urlarning qirilish, o'lish ishlariga butunlay holatda ko'z yumgan bir Pokiston bilan bir safda turishi bizga foydaliqmi, ziyonliqmi, buni siz qog'ini o'zingiz yechib tushunib olsangiz bo'ladi qarindoshlarimiz. Shu sababdan bu 3 davlatning namoyishi, ya'ni 3 qarindosh deb atalgan bu 3 davlatning namoyishi deb to'la dedim, to'g'ri tushuninglar meni. Bu kesaldimi toz to'liq saqib bo'lmadimi qandaq harbiy manevrning orqa ko'rinishi men shu deb o'ylayman qarindoshlar. Pakistan mening bilishimcha bo'lgan chaqda kelgusida beshi nihoyat qattiq dardning ichiga kirdi. Chunki Afg'onistonning siyosiy vaziyatiga shunday qattiq aralashish buniki. Bo'libmi Xitoyni bek ishonchlik arxteriga qilib bular bu yoqda Hindistonga o'tirib tahdid shakllantiryapti, hamda bu yerda Afg'onistonning ishlariga aralashyapti. Demak, bu xalqaro vaziyatni norozi qilayotgan voqealarningki eng kuchli misollardan biri. O'zinglar bilasizlar, bu yerda Rossiyaniki Tojikiston bilan bir safda bo'lishi, masalan O'zbekistonda ba'zi ech bo'ldi bu bir safda bo'lishi, moyatni aytgan vaqtimizda Rossiya hukumatı o'zining chegarasini, ya'ni Tojikistonning chegarasi deb bildi. Chunki mustaqil davlatlar bu davlatlar birligi parchalangandan keyin ular o'tirsida chegarada askar saqlaydigan ishlar yo'q. Ularning chegaralarida askar yo'q. Demak, bu yerda Moskvaning chegarasi vaqt kelib qolsa shu Tojikiston demaklik. Tojikiston demakdir. Bu Tojikistondagi bo'layotgan siyosiy o'zga Tojikiston demakdir. Bu Tojikiston bilan bu Panjshir rayonidagi qarshilik ko'rsatish kuchlari, ya'ni tojiklar bu bir chegaraning ichida qarindoshlar, bir chegarada. Undaq bo'lgandan keyin bu yerda kelgusida tuyuqsiz bir siyosiy vaziyat qanday o'zgarib, qanday bo'ldi biz bilmaymiz, ammo bu yerda bir Pokistonning kelgusida bir dardning ichiga kirayotganligi, buningga vakolatan Türkiye, Azerbaycan'daki biz senin orqangda ba, yeningda ba deb o'tirib, birlikda harbiy manevr olib berayotganliginin ki tipik bir misoli deb turib qarayman. Masalan, Türkiye hukumati Pokistonga o'zining ilg'or bo'lgan masalan dron, havas
odamsiz aeroplanlarni bombalaydigan, suratga oladigan ilg'or endi. Shu 10ningki 10 nechining ichida turdi Turkiya. Shuni ko'plab Pokistonga setib berdi. Buningki Hindiston ko'p norozi bo'ldi. Bizni hayron qoldiradigan nuqtamiz qaysi degan vaqtimizda qarindoshlar, bugun mansab aytgan vaqtimizda bizningki Turkiya degan qarindoshlarimiz, Ozarbayjon degan qarindoshlarimiz o'zining siyosiy manfaat nuqtasidan bu yerda Xitoy bilan manfaat jihatdan Pokiston bilan bir o'rinda turayotganligi. Buning baş noktası qaysi desanglar, İpek yoluning bexatarlik masalasi qarindoshlar. İpek yolu, İpek yolu, İpek yolu. Bu yerda Uyg'ur degan millatning irqiy qirg'inchilik masalasi, Uyg'ur degan millatning mustaqillik masalasi degan narsa mavjud emas qarindoshlar. Buni biz mundaq tushunishimiz kerak. Shundoq deb turib tushunaylik qarindoshlar. Siyosiy vaziyat, siyosiy o'zgarishlar, oldimizga siyosiy vaziyat, siyosiy o'zgarishlar qanday bo'ldi buni ko'ramiz. Ammo mening bilishimcha bo'lgan chaqda bu yerda Pokiston asta-asta o'tirib datning ichiga kirdi. Chunki u davlatning tutayotgan siyosati tutdan xato. Qarindoshlar, men ilgirki so'zlarimda o'tirib Pokiston, Pokiston deb tilishim, men o'tirib u davlatning ichki ishlari bilan mening hech qanday chatog'im yo'q, ammo tutayotgan strategiyasi xato. U davlat Xitoy bilan shundaqla 1000 yil o'rdika o'zining ichida o'tirib, haqcha yetarlik problemlari va iqtisodiy jazolar etpagan vaqtning o'zida rayon davlatlar uningga besim shakllanadigan vaqtning o'zida, masalan, Hindiston, masalan Hindiston, Iran, Rossiya qatorliq davlatlar besim shakllanadigan vaqtimizda ba'zi o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Masalan, Panjshirda bo'layotgan bu jangning o'zida tipik ikki tarafga bo'linayotganligini ko'ryapmiz. Qarindoshlarimiz nurg'unlari deydi, bu yerda Panjshir to'liq elindi deydi, elinmadi qarindoshlar. 80% atrofida yana tojik rahbar, hozir bu Afg'onistondagi bir siyosiy qahramonga aylandi. Ahmad Shah Maqsudning o'g'li Ahmad Maqsud bu yerda o'zining qarshilik harakatlarini davomlashtiryapti. Zaten buni davomlashtirganligini men to'g'ri xato demoqchi emasman. Ko'pchilikka yetkazib qo'ygan yerim shu siyosiy kurashda, shu siyosiy urushda, shu jang jarayonimizda biz Rossiyaning, İran'ın, Hindistan'ın bu Ahmet Maqsud tarafta turayotganligini ko'ryapmiz. Bunun qarshi tarafida bo'lgan vaqtimizda Xitoy qarindoshlar Pokistonning bu safda turayotganligini ko'ryapmiz. Endi shundaq siyosiy vaziyat, bu siyosiy vaziyatga nisbatan buningga Turkiya bilan Ozarbayjonning buni kirishi bizni biroz umidsizlantirdi. Zaten meni umidsizlantirdi qarindoshlarimiz. Meniki ko'pchilikka bu vaqtga yetkazib qo'ygan fikrim shu. Endi ikkinchidan ko'pchilik men bu shu Afg'oniston Talibanning ishlariga men kirmay deb o'ylagan ko'pchilikdan kelgan savol, buni o'zimning tushuncham bo'yicha vaqtimizda yetkazib qo'ymay qarindoshlar. Mening bu yerda deyotganim masalan Talibanni askimi demoqchi, yaxshimi demoqchi emasman. Chunki men bu timlar aski va yaxshi deb kirmayman degan, men kirmayman. Bu yerda Molla birodarning o'limi haqida xabarlar chiqyapti. Ben bu xabarni o'tirib, men bir yerdan o'tirib egallaydigan cho'ng bir axborot organim yo'q, ammo dunyo mediasidan chiqayotgan xabarlarga asosida o'zimning tushunchamni desam, masalan, Viyonning chiqqan xabarlariga desak, bu yerda Molla birodarni tugidi degan gaplar chiqyapti qarindoshlar. Buni men o'tirib bunga nisbatan o'zimniki to'g'ri degan nuqtada, chunki masalan, esimda qolishicha, tunugun kunimizda Qatarning oliy rahbarlari nayt ko'p pul bilan Talibanga yordam berish uchun kelgan vaqtimizda doim deydik mediada ko'rilib turayotgan Molla birodar ularni qarshi elishga chiqmadi. Bu yerda masalan haqqoniy guruhi deb atalgan, masalan Pokistonning eng kuchli qo'llash ostida turayotgan, dunyoda terrorist tashkilot deb qaraydigan haqqoniy guruhininki boshlig'i Axundzodiningki buni qabul qilganligini bu yerda ko'ryapmiz. Bu yerda bir xabarlarda deydi, ikki qismida etishlar bo'lgan deydi. Ba'zi bir insonlar deydi, bu yerda o'tirib bularni o'tirsiga bir pishni passa selish uchun o'tirg'i chiqarilgan narsa deb shunday deydi. Men bilmayman, ammo Viyonninki boshqa yana Real News degan o'sha xabarlardan chiqayotgan manbaga asoslangan vaqtimizda bu ishningki Molla birodarning masalasida ikki qismda bir masalaning bog'lig'ini tushuntirib berdi qarindoshlar. Endi bu Molla birodarning masalasi emas, bu yanıla o'tirib Afg'onistonda shakllanayotgan bu hokimiyat sistemasiga nisbatan dunyodagi siyosiy kuchlarning kuch talashish, ya'ni tangpungliq masalasida o'ziga tortish masalasidagi bir
siyosiy kuch talashish deb turib tushunsak bo'ldi qarindoshlar. Chunki hozirgi chiqayotgan xabarlar qarg'a vaqtimizda masalan Molla birodarni bu Qatar tarafdori deyotdi. Qatar bo'lgan vaqtimizda bu Yevropa tarafdorlari deyotdi. Yevropa tarafdorlari, undaq Yevropa tarafdorlari deydi. Masalan haqqoniy tarafdorlari bo'lsa buni tipik holatda o'tirib bu Pokiston tarafdori, ya'ni Pokiston bo'lgan chog'da bu Xitoy tarafdori deyotdi. Bu haqqoniy, ya'ni Pokiston Xitoy tarafda bo'lgan haqqoniy bilan bu yerda Qatar tarafdori bo'lgan Molla Ömer, ya'ni bu birodar tarafdori o'tirishdiki bir ziddiyatni bu yerda tushuntirib berdi qarindoshlar. Endi siz o'ylab bakın, qaysi bizga foydali, qaysi bizga ziyonli, buni o'zlaringiz yechib olsangiz bo'ladi. Ammo bu yerdagi ko'rinayotgan nuqta bularni o'tirishdiki ziddiyatni ko'rsa. Yana bayatınqidek aytgan vaqtimizda yana o'tirib bayatınqi manevr masalasiga kelsak-mu, masalan o'zining eng kuchli qo'llovchisi bo'lgan, bu ishning ichidagi eng ishonchli deb turib qaraydigan, hatto ular bu Molla birodarga ishonmaydigan bo'lishi mumkin ekanligi ko'rinyapti bu Pokistonniki. Yoki Xitoyning. Shuning bilan bu yerda o'ziga eng ishonchli deb qaralgan haqqoniy guruhninki, ya'ni haqqoniy guruhlarni Pokistonning taxt beshiga ochiqqanligidan iborat bir real vaziyat bu yerda ko'rilib turibdi. Endi nima uchun o'tirib bu yerda ba'zi qarindoshlarimiz savol so'rashi mumkin. Nima uchun o'tirib bu Molla birodarga Pokiston ishonmasib qoladi degan gap. Bu yerda biz xabarlarda chiqyapti rost yolg'onligini biz bilmaymiz, ammo Molla birodar bu yerda Pokiston turmusida yotgan ekan, Amerika hukumati tarafidan qo'yib etilishga buyruq tushirilib turmadan qo'yib etilgan ekan. Xabarlarda bu Rossiya bilan Türkiye bilan, hatta Xitoylar bilan bu siyosiy sahnada suhbat o'tkazib, Afg'onistonni tinch holatda shu hokimiyatni qo'lga olish jihatida cho'ng rol o'ynagan shaxs ekan. Demakki bu yerda masalan Mike Pompeo efendi bilan tushgan suratlar bor. Demakki bu yerda Pokiston hukumati, keyin turayotgan Xitoy hukumati bu Molla birodar buningga ishonmagan bo'lishi mumkin. Shu sababdan o'zininki eng ishonchli deb hisoblangan haqqoniy guruhdagi bu Axunzoda qatorliqlarni o'tirg'i chiqarish orqali bu yerda bir siyosiy jangi jidal bo'lgan bo'lishi mumkin qarindoshlar. Demakki bu yerda ularning o'lim masalasi qanday bo'lib masalasi mening aytgan chog'da baribir. Bu yerdagi nuqta, ko'pchilik tushunadigan nuqtamiz qaysi degan vaqtda bu yerdagi siyosiy kuchlarniki, ya'ni hozirgi deb o'tgan siyosiy kuchlarniki bu yerda kuch talashishdan iborat bu real vaziyatning o'tirib turayotganligini tushuntirdi deb o'ylayman qarindoshlar. Men mushu endi ko'pchilikka meniki bugun tushuntiradigan nuqtam sizlarniki ko'p jiq vaqtingdan olmay qarindoshlar. Mumkin qadar qisqa vaqtingizda bu nuqtani tushuntirishga tirishdim. Qolgan nuqtani biz o'g'itish jarayonlarining o'zida barobar o'rganaylik qarindoshlar. Siyosiy vaziyat o'zgarib turyapti. Kundan-kunga tez o'zgarib turyapti qarindoshlar. Bilingki, bugungi dunyoning asosli ziddiyati qaysi degan vaqtimizda Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyat qarindoshlar. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyatning tipik tuguni qaysi desangiz, Ipak yo'li masalasi qarindoshlar. Ipak yo'lining ichidagi eng hal qiluvchi masalasi qaysi? Bu Uyg'ur masalasi. Uyg'urning zimin masalasi qarindoshlar. Sizlar buni bundoq tushunishimiz kerak. Shunga ba'zi medialarda, masalan Amerikaning ba'zi jurnalistlari, masalan Refiyalatkin ko'dik, Uyg'urlarning mustaqilligi moyatda dunyoning erkinligi degan bu plakat, bu so'zlarning o'tirib chiqayotganligini biz ko'ryapmiz qarindoshlar. Shuning uchun men ko'pchilikka vatan so'ygan qarindoshlarimga, do'stlarimga deydigan yerimiz qaysi qarindoshlar, biz sagak bo'laylik, ochiq bo'laylik, siyosiy vaziyatni nihoyatda jonliq tadqiq qilaylik, har ishlarga tayyor turaylik. Mayli qurolli harakatlar bo'lsin, qanday ishlar bo'lsin, bu ishlarga tayyor turaylik. Yetarki siz dunyoda ko'rayotgan bu siyosiy o'zgarishga, siyosiy kuchlarga maslahatga vaqtingizda qaysi biz uchun foydali, qaysi biz uchun ziyonli degan nuqtani cho'qim bizning savol qo'yib o'tirib, qilni 40 yer o'tirib tadqiq qiladigan nuqtamiz. Bu qatim qarindoshlarimiz biz xato maydonda tursak bo'lmaydi. Cho'qim biz to'g'ri maydonda deb chiqishimiz kerak. To'g'ri maydonda turishimiz kerak. To'g'ri maydon orqali biz o'zimizning Uyg'urning mustaqilligini qo'lga keltirish uchun cho'qim bizga to'g'ri maydon bo'lish kerak. Mening bilishimcha bu vaqtimizda to'g'ri maydon qaysi? Qarindoshlarimiz
Burundan tatip 2018-yıldan tatip kılıvatkan teşvikatımız Amerika, Avrupa, Garip. Qeyrindaşlar. Bu noktada çiң turaylı. Ben milli müstakilligimizni, milli erkinligimizni, Uygurların devlet kuruşu bolsun veya ki ilgirki yo'qotgan devletni asli keltirish bu mohiyatdan tüp yıldız deb qaralganda Garip, yanıla Garipning yardımı ve qo'llash asosida bo'ladi deb o'ylayman qeyrindaşlar. Bugungi suhbatim mushagicha bo'lsin. Ko'rishguncha amon bo'laylik qeyrindaşlar. Qeyrindaşlardan tekrar tavsiyalarim shu: stop Uyg'ur genosidini to'xtatmang qeyrindaşlar. Stop Uyg'ur genosididan iborat bu slogandan voz kechmang. Bu Xitoyni urdigan qurolimiz. Bu mustaqillik yo'limiz. Mustaqillik bu ash kuchimiz qeyrindaşlar. Bugun biz stop Uyg'ur genosidininki Uyg'ur genosid qismini tunishtirib bo'ldik. Tunishtiriladi. Ham bunidiki tunishtirilish kerak. Endi buning stop qismiga keldi. Qizil raqam stop qismiga keldi. Stopni Xitoy hukumati asla stop qilmaydi, to'xtatmaydi. Uning to'xtatish g'arzi plani asla va asla yo'q. Chunki to'xtatdimi, bu xalqaro jamiyatningki so'zini anglagan bo'ldi. Bu vaqtning o'zida o'ziga nurg'ulgan yuk jinoyatlar otlagan bo'ldi. Bu yerda Uyg'urning mustaqilligi uchun ma'lum bir darvoza, to'shiklarning ochilgan bo'ldi. Xitoy bundan asla va asla voz kechmaydi. Andaqkan biz bu stop to'xtatish uchun qanday qilamiz degan vaqtimizda bizda bir siyosiy kuch va qurolli kuchdan iborat har turli kuchlar bo'lish kerak. Jonli kuchlar bo'lish kerak. Ammo Uyg'urda yo'qki. Bormi ya? Uyg'urda yo'qki buni to'xtatadigan kuch. Andaqkan biz yana bu takrar davoyimizni ta Uyg'urda shakllangicha Amerika g'arb dunyosi shu stop Uyg'ur genosidining stop qismiga kirgicha bu tashviqotimizda davomlashtiramiz qarindoshlar. Bu yo'ldan voz kechmaymiz. Mening bugun sizlarga beradigan fikrim mana shu. Bay degandek men kesal bo'ldim, bundan saqaydim deysam bo'ldi, ammo yana fikrda ba'zi chechilonchilik masalalarini ko'ryapmiz. Masalan, ilgari monover masalasini namoyish degan bo'lishi mumkin. Buni to'g'ri tushunishingni umid qilaman qarindoshlar. Tekrar kunlaringlar xayrli bo'lsin. Ko'rishguncha omon bo'laylik.